Oltinchi sinf Qadimgi dunyo tarixi Toshkent 2022 13 mavzu Old Osiyo davlatlari mavzusi Assuriya podsholigi Miloddan avvalgi 2-mingillikda Old Osiyo hududida Assuriya podsholigi vujudga kelgan. Qadim zamonlarda Assuriyaliklar Firot va Dajla daryolari yuqori oqimidagi hozirgi Iroq kichik hududni egallagan. Avval Ashur shahri, keyin esa Niniviya shahri poytaxt bo'lgan. Aholisining asosiy mashg'ulotlari dehqonchilik va savdo-sotiq edi. Assuriyaliklar jangovar xalq bo'lgan. Ular qo'shni yerlarga tez-tez hujum qilib turardi. Assuriyaliklarning qudratli lashkarlari har yili yangi yerlarni zabt etishga otlanar edi. Bo'ysundirilgan xalqlar Assuriya hukmronligiga katta miqdorda o'lpon to'lagan. Assuriya poytaxtida ulug'vor saroylar va ibodatxonalar mavjud bo'lgan. Ashur-Banipal hukmronligi yillarida Niniviyada sopol taxtachalardan iborat yirik kutubxona jamlangan. Asta-sekin Assuriya davlati zaiflashib bordi. Miloddan avvalgi 605-yilda Assuriya qo'shinlari Midiya va Bobil tomonidan tor-mor etilgandan keyin davlat ham zavolga yuz tutdi. Bu sahifamizda ana shu janglarda foydalanilgan lavhalar berilgan jangovar arava tasviri hamda Assuriya podsholigi olib borgan bosqinchilik yurishlarining asosiy yo'nalishlari tushirilgan xarita berilgan. Bu rasmlarni ham yaxshilab o'rganib chiqasiz. Yuqorida test savollarda uchraydi. Urartu podsholigi. Urartu davlati Kavkaz orti, hozirgi Turkiyaning sharqiy qismida va Armaniston hududlarida joylashgan. Aholisini o'rartlar deyishgan. Assuriya hujumlaridan himoyalanish zarurati Urartu davlat tashkil topishini tezlashtiradi. Miloddan avvalgi 9-8 asr boshlarida Urartu davlati gullab yashnadi. Tushpa shahri Urartu davlati poytaxtiga aylandi. Urartlar bir necha marta bosqinchilik yurishlariga chiqadilar va Assuriyaliklar ustidan g'alaba qozonadilar. Ammo keyinroq Assuriyaliklar qo'shini Urartlar qo'shinini tor-mor etadi. Keyinchalik Tishibayini shahridagi qal'a ko'chmanchi Skif qabilalari tomonidan ishg'ol etiladi va vayron qilib tashlanadi. Shundan keyin Urartu podsholigini Midiya bosib oladi. Bu sahifamizda jang tasviri hamda Urartu kamonchisining surati tushirilgan. Tishibayini qal'asi ham bu yerda aks ettirilgan. Bu suratlarni ham yaxshilab o'rganib chiqasiz. Finikiya. Qadimgi zamonlarda Finikiya O'rta Yer dengizining sharqiy qirg'og'i bo'ylab hozirgi Livan hududida va Suriyaning bir qismida joylashgan. Savdo-sotiq Finikiyaliklarning asosiy mashg'ulotlaridan biri bo'lgan. Finikiyaliklar qo'shnilariga yog'och, metallar va gazlamalar sotardi. O'rta Yer dengizi sohilida Tir, Sidon, Ugarit singari dengiz, yirik dengiz bo'yi shaharlari vujudga keladi. Miloddan avvalgi 10-asrda Finikiyada 22 undosh harfdan iborat bo'lgan alifbo yaratildi. Yunonlar ana shu alifboni o'zlashtirib oldi va ularga unli harflarni ham qo'shib qo'ydi. Falastin. Miloddan avvalgi 11-asrda Falastin hududida Isroil podsholigi vujudga keldi. Keyinchalik u Yahudiy podsholigi bilan birlashdi.
Yahudiy podsholigi Bobil podsholigi tomonidan bosib olindi. Qadimiy yahudiyaliklarning afsonalari diniy kitoblarga yozib borilgan. Bu kitoblar to'plami Bibliya jamlangan. Bu so'z yunoncha kitob degan ma'noni anglatadi. Bibliyada olam, yer yuzidagi ilk odamlar, odam ato va momo Havoning yaratilishi, yer yuzini to'fon bosishi haqida va boshqa rivoyatlar mavjud. Bu sahifamizda finikiyaliklarning kemasi tasvirlangan hamda Bibliya matnlari yozilgan parcha tasvirlangan va yuqorida ham sizga savol yo'llangan o'quvchiga. O'ylab ko'ringchi, o'zingizni Old Osiyo davlatlaridan birining hukmdori deb tasavvur qiling. Davlatingiz parchalanib ketmasligi uchun nima qilishingiz kerak edi? Sahifamiz pastida ham 5 ta savol va topshiriqlar berilgan. Ularni ham mavzuni qayta eshitib, tushunib olgan tarzda bu savollarga javob bersangiz, mavzuni yanayam mustahkamlab olasiz. Keyingi darslarimizni kuzatib boring, kanalimizga a'zo bo'ling, like va kommentariyani ayamang. Yana sizni qanday fan va qaysi darslar qiziqtirsa, fikr bildiring. O'sha haqda ham audio matn tayyorlashga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.